Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Vodnikda 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bedayning Mandarin kafe. Uch ko'chadan girsak, Kirpishniy domda ikkilamchi kredit asosida sotiladigan joyimiz chiqdi. Bedan marshrutda umuman problemasi yo'q. 4 bilan 9 o'tib turibdi marshrutdan. Qanasi ichkari qismini ko'rsatib tanishib qilsak. Neyse 3-etajimiz ham yetib keldik. Her etajda 2 xo'jalikdan ekan, eshiklarining damir eshik zamonaviy, yaxshi eshiklardan qo'yilgan ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Kirganimizda chap qo'limizda dolan joylashgan. Kuxni balkon tarafga chiqqan ekan. Bu yon tarafimiz zal, spalni joylashgan, sanuzel, bu yon taraf kichkina spalni joylashgan. Kichkina spalnidan o'ng yon tarafdan girib boshlaydigan bo'lsak, ajoyib atib qo'yib deganlar. Aynalari akvayna, palagonniklari bor, registrlari bor, zamonaviy remont etib qo'yib deganlar. Joyimiz Kirpishniy domda ikkilamchi kredit asosida sotiladi joyimiz. Girganning chap qo'lda rakovinasi joylashgan. Suv, svet, gazda umuman problemasi yo'q. Ajoyib deb kafelatib qo'yib deganlar. Bu yan tarafa giradigan bo'lsak, bu yanimiz sanuzel. Sanuzelimiz da patolog açarli. Kafel bo'lib turibdi. Patologimiz esa naturjniy patolog. Böyle dokumentni katuvlar ham qo'yilgan ekan joyimdan. Gaz, suv, svetda umuman problemasi yo'q. Reduktorlar ham bor. İşleri zamonaviy, yaxshi eshikdan qo'yilgan. Bedayning muntazarı hamma narsasi toza, remontdan chiqib turibdi joyimiz. Oyoq tiylarimiz kafeldan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. O'tishkasi bor, aynasi bor. Ajoyib atib. Qo'lni yan tarafa giradigan bo'lsak, yan taraf spalniyaga giradigan bo'lsak, eng spalniyamiz shpaqolovkada turibdi. Dafamiz naturjniy patolog. Aboy tutib, ajoyib etib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'lgan ish xonamiz aboydan chiqmagan ekan, qolgan xonalari bitin aboydan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Aynalari akvayna, registrlari bor. Joyimiz Kirpishniy domda 4 etajli domning 3-etajida joylashgan joyimiz. Dolanimiz ham keng tushgan. Kirgan xotimiz bu yon tarafga kiradigan bo'lsak, yanımız yine zalımız aboydan çıkıp patolog, naturjniy patolog, televizor için böyle montajlarım taze montajdan çıkıp durdu. Ayna eshikleri almışkan. Kirpishniy domda joyimiz, hurmatli obunachilar. Mening perdalarim qoladi dedilar. Mening aynasi ham, bu aynasi balkon tarafga qarab turibdi, registrlari bor. Mestas ham zo'r joyda joylashgan. 4 avtobus o'tadi, 9-avtobuslar ham o'tib turibdi buyerda. Maktab, bog'cha, hamma narsa udobniy joyda joylashgan joyimiz. Bu yanimiz defapolat qo'yib deganlar. Texnikalar, betovoy texnikalar gitadi ekan, hurmatli obunachilar. Bu yan tarafining balkonumuz 6 metre, 2 metrelik balkon ham bor, registrlari bor, aynalari akvayna. Yan tarafining bades qismina kuxnimiz chiqqan ekan bana. Bu yerda akvaynalar qo'yilgan. Ajoyib etib qo'yibdilar. Gazda umuman problemasi yo'q, hurmatli obunachilar. Hamma narsa girib turibdi. Joyimiz ikkilamchi kredit asosida ham sotiladi. Bahosini keladigan bo'lsak, joyimizning bahosi 380 million so'm. Ustine yeganda geliştirib sozlab beriladi. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lishdan chiqmasin. Sog' olun, salomat olun. Hammaga shunday joy olish nasib etsin, Xudoyim. Omad hammaga.